to'xtanglar, akalar. Bola qarash kerak. Assalomu alaykum. Bola qarash kerakmi aka? Ha, bola qarash kerak, chiq. Shu bolalarga qarash kerakmi? Ha. Ada, kim bu? Nima qilyapti bo'pti? Yixti. Bolangiz chet tilini ham zo'r bilar-ekan-a? O'zbek tilini ham tushunaman ular. Ota-enalar qayergadir ketdi. Yana tushmaga o'xshab turib, hansi-pansalarga haydayvermayman. Tushundingmi? Meni miyam xato qilib turib. O'zlaringiz salgina jiyishtirib olinglar. Juringlar ketdik. Nimadir tushundilaringmi? Mana, jivonlar. Uf, yana tuxummi? So'zi-po'zi bo'lganda osh-posh qilib beraydim. Jiysalaring shu. Uf, qanaqa tilda gapiryapti bu? Bo'lsa, kattasi bilan katinasini allabdi dag'ini. O'rmonga chopib yetyapti. O'rmonda yo'lda ketayotganida oldidan bo'ri chiqdi dag'ini. Seni jiyman. Aka, birpas jim o'tira olasizmi? Bosh og'rib ketdi, uxlab olaylik. Uf, qilaman tagida shanqillayapsiz. Sizlar uxlasin deb aytyapman. Meni jiyma debdi. Men televizor ko'rib o'tiravermasdan sinirlarimga qarang. Singillangdan vash xavotir olma. Singillangga bor-ku, lalaki taq bo'lganman. Bu bor-ku, yangi qadoq tag'isi. Paxtasi ham Amerikadan keltiriladi. Namlikdan umuman o'tkazmaydi. Materiali yumshoqqina, umuman botmaydi. Hamma yerdan topsang bo'lar. Senga o'zi nima aytyapman men? Qayerga javob bo'lib chetiladingiz, dada? Dada emas, ota bo'ladi. Tushunmadim. Til bilgani yaxshi-da, har na.